Mana shu mashinaga 40 ming dollarga yaqin pul ketgan. Olamiz sotamiz kanalimizda bu mashinaning narxi 17.900 dollar bo'lishi. Mashinaga berilgan mehrni ko'rib o'zingiz bitta baho berasizlar. Salon полностью 205. Mana akustikalari Burmester, sideniya upravleniyalar, hamma tablolarigacha, monitorlarigacha Mercedes'ga hamma narsasi ishlaydi, ошибкалari yo'q. Orqa salonlari ham zo'r holatda turibdi, sidenalari ham zo'r ishlangan, podsvetkalarigacha ishlab turibdi. Motori Malibu Premier'ga ko'chada hazillash bo'lmaydi bu mashina bilan. Bagaj qismlarini ko'ryapsizlarmi? Akkumulyatorlari ham katta, полный Mercedes'ga o'xshatib qilingan. Mana bu yoqda narsa qo'yadigan joylari ham Mercedes'ga ekan. Tormoznoy sistemalar ham полностью Malibu'niki qilingan. Opornilargacha Malibu qo'yilgan, sababi katta motor kichkina kuzovda bu mashinani evlab to'xtatib olish uchun tormozni ham zo'r qilish kerak. Oldi ham, orqa ham xuddi shunaqa qilingan. Kommentariyada hozir mashinani ichini Mercedes qilgan bilan o'zi Merc bo'lib qolmaydi deydiganlar ko'payib ketadi. Egasini puli ko'p, xolasa Merc qiladi, xolasa BMW qiladi. Mashinani motori Malibu, hadovoylari Malibu, yurganda oldi ko'tarilib ketyapti ot kuchi ko'pligidan, okalar. Xo'sh, ichlari Mercedes. Mercedes lyuklar qo'yilgan, 360 kamera, sensor, xullas sanasa vaqt yetmayapti buni navrot ko'pligidan. Narxi 17.900 dollar 2018-yil. Bemalol kelib, baraka qilishingiz mumkin.